kim xotinini ursa, uni qizini ham uradi kuyov bola. Chunki u kelin otani suyukli qizida. Qizdaqa otaga mehribon yo'q. Qizdaqa otaga mehribon yo'q. Rasa ham mehribon. Rasa qo'lidan ish kelib qolgan paytda ikkita ayol eshik taqillatyapti. Hansa suvchi bo'lib keldik. Olib ketishyapti. Eshigini taqillatib 20 million beraman, qizingizni olib chiqing deychi, so'yib yuboradi. Lekin ikkita xotin kelib arzimagan narsaga hal qilib olib ketishyapti, mana to'y qilib. Qizini berib yuboryapti. 18 yil boqib, avaylab, ehtiyot qilgan, ko'zini nimasidaqa ehtiyot qilgan qizini mana qabul qildim, baxshida qildim, olib ketishyapti. Rosa qo'lidan ish kelib qolgan paytda talab tursangiz, shimlaringiz yuvilgan, dazmollangan, paypaqlar, shim hamma yo'q. Qizingizda ertalab turishingizga nonushtalar, tuxumlar pishirilgan, qizingiz qilyapti. Shuni olib ketyapti-da. Endi rosa qo'lidan ish kelib qolgan paytida turmushga berib yubordingiz-ku, akam urib tursalar nima bo'ladi, bilasizmi?